Bilasizki mana tentligi uzunligi xuddi o'sha bilan bir xil 507 metr. Bu yerda mana ko'rsangiz 3 ta qovurg'a bor. Ya'ni uchalasi bu yoqqa pastga tushadi, ochiladi. Ya'ni tent toptasangiz mana bu yoqqa ochiladi. Uchalasi ham. Mana bu qismi. Yoqda fortichkasi bor. Mana sizga hozir buni ichini ko'rsataman. Bitta mayda ichida narsalarni chizib qo'ydik. Mana bu yerdan ochiladi. Zamin. Ochib bu yoqqa tushadi. Kabinasi ham xuddi shunaqa. Bakın. Şu konditsioner, Bluetooth mikrofon, hammasi bor.